Ushbu gulni qaysi multfilmda ko'rgansiz? Birinchi bo'lib o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni birin-ketin olib olamiz. Buni nomi nima bilmadim, lekin ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Xullas shu palochkalardan 3 tadan o'tirib, har bittasi uchun barg yasaymiz, ya'ni 6 ta barg kerak bo'ladi bizga. Shu ko'rinishda aynan o'rtasini shunaqa qilib aylantirib olamiz. Keyin buni ikkiga buklaymiz-da. Chekkasidan ham shunaqa qilib qatirib, chiroyli qilib qo'yamiz, tutib bo'shab ketmasligi uchun. Undan keyin biz chekkasini tashqi tarafga buklab olamiz, keyin pastini bo'lsa ichki tarafga buklab qo'yamiz. Va bizning bargimiz shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Endi bizga mana shu ichdagi narsasi kerak. Birinchi bo'lib shu narsasini yasab olamiz. Va undan ham bizga 6 dona kerak bo'ladi va o'zimizga kerakli bo'lgan razmerda uni qirib olamiz. Bundan keyin shu ko'rinishda kesib chiqamiz. Shu top chiroyli bo'lib chiqishi kerak. Oxirida o'zingiz xohlagancha razmer qoldirsangiz bo'ladi. Orasida bitta shunaqa narsasi ham bo'lar ekan, shunisini ham yasab qo'yamiz. Biz pastki qismini qilib olamiz gulni. Va bizda va nihoyat finalning joyi, ya'ni gulni yopishtirib chiqamiz. Endi ichiga chirog'ini ham qo'yib olamiz. Va boyagi ichiga qilgan narsalarimizni birin-ketinlikda shu ko'rinishda ichiga tiqib chiqamiz. Oxirgi etapimiz endi o'sha narsani gulning ichiga yopishtirib qo'yamiz.